Zulüm to'xtagani yo'q. Irqiy qirg'inchilik davom qilyapti. Xitoy hech qanday siyosatini o'zgartgani yo'q. Biz o'liklar bilan kurashamayapmiz. Amerikadagi Uyg'urlarningki nimasi chiqmayapti? İqameti, panohligi. Yevropada qechib borgan Uyg'urlarga panohlik bergan bilan hech bir davlat rasmiy Ukrainadan, Afg'onistondan 10 minglab, 100 minglab Uyg'ur kishilarni uzgandek rasmiy program qilib olib ketgani yo'q. Türkiye Cumhuriyetini qurish uchun Türkiye'ninki qiziqo'llari, ota-onalari jonni tikib kurash qilgan, jihad qilgan. Ba'zi bir davlatlarga endi bu davlat hokimiyat lotoriyadan chiqqandek chiqib qolgan bilan va ko'pincha millatlarga bu qon bedeliga, kurash bedeliga kelgan. Lagerlarda qiynalayotgani bizning odimiz. Dafsanda qilinayotgani bizning singillarimiz. Xorlanayotgani, o'ltirilayotgani bizning ukalarimiz, akalarimiz. Shu bu kurashni biz qilishimiz kerak. Unda bo'lgandan keyin ba'zida Aylıxonga, Yo'lsarixonga biz Sharqiy Turkistonning davosini qilamiz. Uyg'urlarning mustaqilligi deymiz. Ammo xalqninki ba'zisiniki demokratiyani ilgari surgusi va ba'zisiniki bolaning Qur'on savodidan chiqargusi va hem yoshlarning buni majburiy deb qarayman. Agar tashkilotlarda xizmat qilishni xohlasa tashkilotlarda qilish kerak, xohlamasa o'z oldiga tashkilotlarni qurish kerak, agar yana xohlamasa o'z oldiga qilish kerak. Lekin bu tarixiy majburiyatdan qochmaslik kerak. Mayli buni diniy majburiyat deb bilsin, mayli milliy majburiyat deb bilsin, mayli insoniy majburiyat deb bilsin. Bundan qochmaslik kerak. Chunki sen biz qochsak buni hech kim qilmaydi. Sen biz kaçıp Amerika'dan kütken bika, sen biz kaçıp Türkiye'den kütken bika, sen biz kaçıp Taliban'dan kütken bika. Bu sen ve bizden görüşümüz. Eğer fikrimiz okşamasa uğraşsak buludu, fikrimiz okşamasa tırlaşsak buludu, cidelleşsek buludu. Ama bu kurashni qilishimiz kerak. Qanday qilsak qilib qilishimiz kerak. Buni qilishimiz kerak. Qaydashqa, qechishqa bahanamiz yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq Sharqiy Turkistonlik aziz qarindoshlar. Bugun yoshlar ishida Sharqiy Turkiston uchun aktiv xizmat qilayotgan yoshlarimizdan Muhammad To'xti Ataullah bilan suhbat qilmoqchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aldı bilan sizni tanımagan barliq qarindoshlar uchun o'zingizni qisqacha bir tanishtirib bersangiz. Bo'ldi. Benim ismim Mehmet To'xti Ataullah. Ben Sharqiy Turkistonda Xotan naisidim. 2016 yıl chet elga chiqdim. 2017 yıldan 2020 yılgacha Turkiyada xalqaro munosabatlar nisbati magistrlik o'qidim. 2020dan hozirgacha bir tarafdan o'rganish qilgach, yana bir tarafdan har turli faoliyatlar bilan shug'ullanib kelyapman. Navbatda hozir Uyg'ur tadqiqot markazida program mas'uli bo'lib ishlayapman. Sizningki shu Turkiya siyosati haqida, ya'ni Sharqiy Turkistonga qanday bir yaxshi sharoitlarni yaratib berayotgan, Sharqiy Turkiston uchun yordam beryaptimdi, bermayaptimdi, bu vaqtda qanday qaraysiz? Endi Turkiyaninki hozirgacha biz bildigan aniq Sharqiy Turkiston haqida, Uyg'urlar haqida bir siyosati yo'q. Ammo Uyg'urlarni ba'zida navbatga kelganda bir ko'riklik rol sifatida Xitoy bilan bo'lgan munosabatda ishlatyapti. Ba'zida Uyg'urlarni bir Turkiy millat bo'lganligimiz, musulmon millat bo'lganligimiz uchun qarindoshlik nuqtasidan chiqib turib, istoshlik qilyapti, yordam qilyapti. Shunga Turkiyaninki Uyg'urlar haqida, Sharqiy Turkiston haqida aniq bunday bir siyosati bor deb aytolmaymiz. Bu o'tganki AK Partiyaning 20 yillik siyosiy tarixidami o'xshash. Undan burungi hukumatlarninki tarixidami shunday. Qaraydigan bo'lsak, Turkiyada shu siyosiy partiyalarmi Sharqiy Turkiston haqida farqli so'zlarni qiladi. Nisbatan milliyetçi partiyalar hokimiyatga kelishdan burun ko'pincha Sharqiy Turkistondagi mustaqilligi, Uyg'urlarning ozodligi, hurligi haqida gaplarni dadil qilsa, ammo hokimiyatga kelgandan keyin yana kishilik huquq, avtonomiya degandek xalqaro munosabat qoidalariga tushilib, so'zlarni ishlatish orqali yana o'zining bir siyosiy jihatdan aniq bir siyosiy maydonda siyosiy bir politikasi yo'qligini ko'rsatib beradi. Albatta, hokimiyatga kelmagan siyosiy partiyalarning bu vaqtga qarshi birdek emas. Masalan, bir qism solchi partiyalar Xitoy bilan taxmi quyuq munosabatda bo'lsa, bir qismi bizning masalamizga tamoman sal qaraydi. Sizningcha Turkiya hukumati mayli hozirgi hukumat bo'lsin, mayli hukumat almashsa, Uyg'urlar uchun eng cho'ng bo'lganda nima ishlarni qilib berilishi mumkin? Aslida Turkiyaninki Uyg'urlar uchun qila oladigan ishi navbatda qilayotganidan yoki o'zini qila oladigan ko'rsatganidan ko'p. Nima deganda
Türkiye hozirgacha bir necha qatim, eng oz bo'lganda bir qatim bilishimcha, Islom hamkorlik tashkilotiga rais davlat bo'ldi. Qachondan tortib desangiz, shu bizdagi irqiy qirg'inchilik boshlangandan buyon 2017dan 2020larda İstanbulda Islom hamkorlik tashkilotining yig'ini o'tkazildi. Yana bir sohibxon rais davlat bo'lish bilan aslida islom dunyosining Xitoyga bo'lgan pozitsiyasini belgilashda ve Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishda boshlamchilik rol o'ynay oladi. Ammo Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy munosabat, Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi siyosiy munosabat, Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi bexatarlik munosabati Turkiyani bu Sharqiy Turkiston davosida Uyg'urlarga qilinayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi kurash qilishda boshlamchi rol elishdan bakrak islom dunyosini jim tutadigan, tinchlandıradigan dunyoga nisbatan mana Turkiyaga o'xshash Uyg'urlarningki qon qarindishi ham dindishi bo'lgan bir davlatmi buningga jimjit turyotidi. Demak, buningdan qaraganda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi degan narsa rostdan G'arbningki tashviqoti, Amerikaning o'yini. Amaliyotda bunday bir narsa yo'q degan bir uchurni berishdan iborat, shunday bir foydasiz rolni o'ynayotidi hozircha. Şuna Türkiye'ninki kılalaydıgını, növbette kılavatkanıdan köp. Ama kılmayvatkan bir reallik var. Bununki siyasi, iqtisadi bir xatarlik cihetin sebepleri var. Mesela hazır Cumhurbaşkanı hazır Erdoğan sizni aldık o'tkazib turib, bizdan da nim talab qilsalar Uyg'urlar desin, nim deb javob bergansiz. Hozirgi sharoitda Turkiyaninki amaliyotga uyg'un shaklda biz talab qilganini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish. Bu Turkiya uchun intayin normal bo'lgan bir ish va normal bo'lgan bir talab. Birinchidan Turkiya yirik huquqli bir davlat va rayondagi cho'ng davlat. Ham o'zini islom dunyosining yo'lboshchisi deyotgan Osmonlining varisi deyotgan bir davlat. Bulup mu AK Parti'ye hakimiyetine. Bundaq bir ahvalda Türkiye'ninki siyasi cihetten Uygurlarga elib berilayotgan bu zulümlü irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishi bu aqalli bir ish Türkiye uchun. Agar buni qilmasa Türkiye, u chaqda Türkiye o'zining islom dunyosidagi boshlamchilik rolini yo'qotadi. Ko'rayotganimizdek o'tgan bir qancha yil mobaynida Türkiye Sharqiy Turkiston masalasi tufaylidan, Uyg'ur masalasi tufaylidan xalqaroda yüzünü tushirib oldi. Nimishqa? Chunki Isroiliyaga vaqir yalaydi, shunaqmi? Birmiga vaqir yalaydi, Hindistonga vaqir yalaydi, ammo Beijingga vaqir yamaydi, Xitoyga vaqir yamaydi. Bu o'zininki tashqi siyosatdagi islomchilikka, tashqi siyosatdagi turkchiligidan iborat Türkiye tashqi siyosatining asosiy prinsiplariga xilof. Xuddi Amerika demokratiyani ilgari surman deb turib, ammo Falastinda İsrailiyani qo'llab, Falastin xalqining huquqiga daxl terrorist qilsa, butun dunyodan uningga qarshi sado keladi. Shundaq-ku. Sening demokratiyang yolg'on. Sen o'zingning manfaatiga uyg'un kelsa, demokratiya deysa, uyg'un kelmasicha, u chaqda demokratiya demaysa deb norozilik bildirganga o'xshash, Turkiyaga bu norozilik keladi. Ya'ni sen o'zingning manfaatiga uyg'un kelgan vaqtda yoki seninki kuching yetadigan kişiler kelgan vaqtda islomchi, haqiqatchi, zulmni to'squchi, mazlumga sahip chiqquchi, ammo cho'ng kuchlar kelgan vaqtda, bulubmi Xitoyda kuch kelgan vaqtda, hatto sen zolimmi deyamaydigan bir holatda, qilayotganing zulmmi deyamaydigan bir holatda degan savol albatta bu Turkiyaga qartiladi. Hazır AK Parti'ninki yoki Türkiye'deki devlet kontrollüqideki, hükümet kontrollüqideki medyalarninki kun tertibida bu narsa yo'q. Bu gaplar deyilmayotganligidan direkt bermaydi buchu. Faqat siz deyishga ruxsat bermayotganligingizdan direkt beradi. Ammo tashqi dunyodan bu xil savollar, bu xil Türkiye'ga qartilgan bu xil ayıplashlar o'tgan 2017'ni hisoblasak, o'tgan 6 yil mobaynida uzilmay davom qilib keldi. Şunu Türkiye için menimcha hozir navbatdagi eng jiddiy qishqi tegish Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish. Masalan, Cumhur Reis deyli, Cumhur Reis Erdo'g'andan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishni talab qilsak, balki u bizga Sharqiy Turkistonliklarga vatandoshlik beray. Bu ishni qilinmayman, mani qilay deyishi mumkin. Yoki uni demasligi mumkin. Albatta hozirgi sharoitda Turkiyada Cumhur Reis'ninki Uyg'ur vakillerini qabul qilishidan so'z ochib qolmaydi.
En ahırkı kıtım kaçan kabul kıldı? İsimizde yok. Biz Türkiye'ye 2016 geldik. Belki siz şu vakitler gelgen buluşunuz mümkün. Türkiye'de biz ministerlerin uygulanan kabul kılgınını gördük. Siyasi parti rehberlerinin kabul kılgınını, rehberlerinin uygulanan kabul kılgınını gördük. Bizden belki Türkiye'deki en vekilleri teşkilatımız malum cemiyeti, yani Türkistan Teşkilatlar Birliği. Bulanın vekillerinin o Erdoğan'ın resmi bir kadın kabul kılgınını görmedik. Dünya Uygur Kurulu'nun reisi Türkiye'ye kilenmeydi yıllardan bu yan. Yani demek ki oğlum demediyse Türkiye hükümeti daha Uygurlarını, Erdoğan hükümeti Uygurlarını resmi bir Türkçe etkanda muhatap, Uygurca etkanda bir söz objekti, diyalog objekti köprü yok. Bir diyalog objekti kürüp durup, hatağı ilip durup, bizden daha bir paranlaşkını yok. Hürmet kılıp kürşep koygunum yok. Yani reis süptede. Ama partiyanın başka vekilleri, tüven derecelikli, mesela İçki İşler Ministri, Katarlık kişiler bu seviyede münasebet kılıvatıdı. Ama resmi bir münasebette kabul kılgan. Siz AK Parti'ye özünüz düşman da kalamsınız. AK Parti'ye ben için demiş ki düşman buldu. Çünkü ben aldı bilen Türkiye vatandaşı emas. Ben Türkiye'ni yaxşı görmem. AK Parti'ye Türkiye'deki kanunluk, hakimiyet beşideki ve halk tarafından süyülgen, yaxşı görülgen bir partiye 20 yıldan bu yana. Ama AK Parti'ninki, siyasetininki hatalık tarafları var mı? Var. Doğru tarafları var mı? Elbette var. Şu an benim nazarımda AK Parti'ye Türkiye'deki başka partilerle okşaş bir siyasi partiye. Onu ben hazırki düşüncemde, hazırki Mehmet Doktor süpütüde yaxşı görüp ketmeymen. Bunun bedeliga başka partilerini yaxşı görüyorum deb yok. Hazır ben Türkiye'deki partilerge objektif, udul qarashni o'rgandim. Ama bundan 5 yıl burunqi belki, 10 yıl burunqi Mehmet Doktor'dan soğan bolsanız belki AK Parti'ni yaxşı göretti. Başka partiyalardan onu üstüge koyattı AK Parti'ni. Çünkü o çağlarda ben meselelerge ideologiyalik qaraytdım. AK Parti'ye Müslüman boğanlık için, İslami boğanlık için, şundaqmı? Türk boğanlık için bizge texinbek yardım kıldı, bizge texinbek izdajlık kıldı. Bunun galbi kılışı bizning qalbimizda qaraytdım. Ama ben 2017'den keyin Uygurlar irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan vaqtda, men oilamdagilar bilan ko'rishmayotgan vaqtimda, men videolarga chiqib, ota-onamning rasmini tutib dunyoga xitob qilgan vaqtimda, bizga zulm qilyapti, bizni qutqizinglar, yordam qilinglar degan vaqtimda, men yolg'iz qolganimni his qildim. Men ovozsiz qolganimni his qildim. Men javob berilmaganini his qildim dunyodan, AK Partiyadan, Erdo'g'andan. Bundaq bir ahvolda men shuning bilan bu düşüncenin to'g'ri emasligini his qildim. Ya'ni men ayni taqib ko'ryaptim boshqalarnicha, ranglik aynilar bilan. Shundan bu aynini elayotgandan keyin ular qanday kishilar ekan? Ular normal kishilar ekan. Xalqaro munosabatda, siyosatda bu hissiyotchanlikning jiq roli yo'q ekan. Shuning uchun men hozir AK Parti'ye normal Türkiye'deki bir siyasi partiye. Elbette normal siyasi partiye'den üstün yeri hakimiyet beşli boğanlığı. Hükümet tutup durvatkanlığı. Ondan başka cek farkı yok. Yani Türkiye'deki bütün siyasi partilerin okşaş görürsünüz. Birisinin üstüne meslek koyaysınız. Türkiye'nin kanunu noktasına etken vakitte, Türkiye'den ben muamele kıldığan objektif süpütüde etken vakitte okşaş deyip karayım. Ama ideologiya noktasını elip etken vakitte bazıları mesela ben yaktırmaydığını. Mesela ben Vatan Partisi'ni yaktırmayım mesela. Komünist partilerini yaktırmayım. Demişken ben çünkü komünizmini yaxşı kömeyim. Komünizmini bir ideologiya süpütüde bir yol deyip karısam mı? Ama bu ideologiyaga vakillik qilgan bir partiyaninki zulmga uchrab cho'ng'agan bir yosh bo'lganligim uchun va Xitoy Kompartiyasininki Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi uchun dunyodagi boshqa kommunist ideologiyadagi partiyalar shaxslarning buningga bir kuchli sado ko'rsatib ovoz chiqarib, yo'q, bu asli kommunizm emas, mana qilayotganligi faşizm, buning qilayotganligi zulm, buning qilayotganligi irqiy qirg'inchilik demaganligi uchun yaxshi ko'rmayman uni. Ama kanun aldığında objektif süpütüde okşaş siyasi partiye, kanunluk siyasi partiye de karaymadıgının bu. Ama hissiyat cihetten, ideya cihetten yaxşı gördüğünden bu, yaxşı görmediğinden buldu.
Mesela Türkiye'de siyasi partiyalar içinde Uygurlar belki nispeten yaxşı gördüğünde İYİ Parti'ye buluşu mümkün. Ben bu yaxşı gördüğünde şu İYİ Parti'ye buluşu mümkün. Şarkı Türkistan davasınınki İslami şekilde ilip verilişi bekrak yaxşımı yoki Avrupa şekilde, yani dinden yiroqroq bo'lgan mesela bazı bir qism qarindoshlarimiz deb kelyotidi. Qor kiyimliklar namoyishga chiqmasin, soqol qo'yganlar chiqmasin degandek har xil to'g'ri yuzda so'zlar bo'lyotidi. Siz buni qanday qaraysiz? Endi xalqaroninki bizga qanday qarashi, ma'lum ma'noda aytgan vaqtda bizning ularga qanday bir obrazda ko'rinishimiz ularning bizni qanday tunishini belgilaydi. Masalan, siz o'zingizni qaysi shaklda tunitishni xohlasangiz, insonlarga shunday tunita olasiz. Masalan, Turkiyaningki Reis Erdo'g'anningki bir yig'inda esimni qolmadi. NATO'nun yig'ini deyman. Tushib qolgan Türk bayrog'ini yerdan terib olib, yanchiqqa solganligi Turkiyada milliyetçi, vatanparvar kishilarni qanchalik hayajonlantirdi. Shunday. Ama Amerika'ya nispeten bunun çok önemli yok. Mesela Amerikalılar devlet bayrağını kursar kişi devam kalktılar. Amerika'nın bir prezidenti yerdeki bayrağını elip yonçuk olsa Amerika'da tesirlenmez ki mümkün mesela. Ama Türkiye'de tesirlendi bununla. Okşaş şekilde buna karşı şekilde tılgası Amerika'da çıkan bayrağını temin edildiği için prezidentin hiç kim eğitlemeydi. Ama Türkiye'de o bayraklar doğan kürek durup almışsa ya ki destek ötüp geçse, kim öyle bir muhbir kürek kalıp bunu resim atıp çıkarsa Erdoğan'a güçlü inkaz kılıdı cemiyetten. Şundan koy, sen Türk bayrağının yerde duruşuna sebep buldun da. Şunun okşaş siyasi medeniyet okşamaydı insanların çok. Gerçi halkılgıç kararlı devletlerin menfaati belgilisi mi? Yani mesela hal kılgıç meselelerde insanlar sizden saklığınızga yoki hicabınızga qaramaydi. Menfaat, hal kılgıç menfaatler birleşken vakitte Amerika Saudi Arabistan'ın Saudi padişahlarının yektiki uzunken deme yıllardan beri ittifaktaş kürüvatıdı. Şundan koy. Okşaşlan Türkiye'de AK Parti'ye bula saklı yokken, kastiyum yokken deme yine yeklavatı donur bu sahada. Şundan mı? Eğer o kıyafet kılan asaslandırılan şey olsa Erdoğan'da tekimi yığınlığa tadır Saudi padişahının nırgı işsi olattı. Ama onda bir şey yok. Lakin muamele kılacağında biz adette her kılgıç menfaatli takaşılgan ahval aslında özümüz bilen okşaş, özümüz bilen yakın insanlar bilen bekrek arışalayımız. Şundan mı? Ular bilen rahat his kılalayımız. Qancha rahat his qila olgan vaqtda shuncha ishlarni birga qila olamiz hamda birga bajara olamiz. Shunga menimcha bu bizningki davayimizda obraz masalasi intayin muhim. Bu obraz biz muomala qiladigan davlatlar, millatlar, shaxslarga qarab turib farqli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Sizningcha hozir bir gapni qisib o'tib ketdingiz. Amerika, Yevropa ellari Türkiye hükümetinin, yani Erdoğan ve AK Parti'ninki kastiyum ve sakalsız buluşup karmayı niye işlevatıydı? Saudi'nin sakallık ve uzun peltolu buluşuyla karmayı inak tartıvatıdır. Türkiye'ninki Xitay bilen Amerika otursa da, Avrupa elleri Xitay Rusya'nın otursa da oturhal bir temponunu saklap duruşuna Amerika ve Avrupa ellerininki muşu siyaseti, yani Türkiye bilen Xitay'ını, Rusya'nı okşuş bir vakitte çöktürmüzlük, acizletimiz degan bir siyaseti üçün aşağı bir şekilde mecburlavatımdı o, ya ki unda emasmi. Ondan keyin Amerika ve Avrupa elleri Uygurlarni yeterli holatda qo'llavatadi. Oldingi savolimizdan qayta bir uchuqroq tushuntiring. Türkiye'ninki O'rta Osiyo ve Avrupa elleriga, yani Xitoy, Rusya bilan Amerika, Avrupa'nın ikki tarafga o'rtahol holatda muomala qilishi. Yani bek Xitoy tarafdan bo'lib ketmay, bek Amerikancha bo'lib ketmay, o'rta holatda Xitoyga bekchi qilib ketmay, Amerikaga bekchi qilib ketmay, mushkul holatda siyaset ip verishi Amerika sebepçimi. Yani Amerika'nınki siyasetinde elimiz ko'rib turibmiz. Türkiye'nin kuchlanib ketishini xohlamaydi, AK Parti hükümetinin Türkiye'nin boshqarishini xohlamaydi. Biden'ninki uch qashqarlik Erdo'g'onni og'dirib o'tish to'g'riliq
nurg'un so'zlar bor. Biz darbe qilish orqali buni tushirib o'tamiz. Saylama orqali tushirishimiz kerak. Muxolif partiyalarni burun maxfiy qo'llanib, buni ochiq oshkora qo'llashimiz kerak degan o'xshash necha so'zlar bor. Mushkul Amerikaning siyosati Turkiyaningki Xitoyga bek qarshi turolmasligiga sabab bo'lib qoladimi yoki unday emasmi? Aldı bilan bu bir narsani eskartib qo'y. Baydenninki bayon siz degandek so'zlar yo'q. U vaqtdagi videolar to'qilma. Chunki bir davlatning prezidenti bunday gaplarni qilmaydi odatda-chu. Agar maxfiy yig'inlarni qilishi mumkin uni o'zining kabinetdagi odamlar bilan yoki istixborotlar bilan. Ama bu vaqtdagi videolar saylan mazgilida chiqqan videolardan maqsad qilgan bo'lsangiz, o to'qilma videolar, ovoz berilgan narsalar. Buningda Turkiyaning Ichki Bakanının o'zi mu buningki rost ekanligini, Baydenninki mushuni deganligini İşler Bakanı Süleyman Soylu televizyon kanalında dedi. Yani bununki rost yalanligini yetkazishmaydi. Yo'q, rost olsun yalan olsun. Ben Amerikaninki AK Partiyaning tushib ketishini umid qilganligi, shuning uchun harakat qilayotganligi ta'kidlanadi. Tamam, bunu nima qilmaydi. Lekin men o xil videolarni saxta deb bilaman. Hamda Amerikaninki Turkiyaga tutgan muomalasi, Turkiyaninki bu xil holatga keltirib chiqarsangiz albatta keltirib chiqadi. Bu Turkiyaninki g'arbdan yiroqlashishi, o Turkiyaninki tanlash emas. Hech kim nep kelayotgan, foyda kelayotgan yerdan shundaqmi? Qaydimaydi. Maqsadlar amalga oshmagan vaqtda, talablar o'rinlanmagan vaqtda gap bir yerden çıkmaganda andan keyin tilashadigan gap, urishadigan gap. Andan keyin sen bilan o'tmasam yashayamam deganda boshqalar bilan do'stlashadigan gap. Shunga bu Turkiyaninki Yevropadan, Amerikadan yiroqlashishi, qaydishi buni o Turkiya bilan munosabatlik masala emas. Ammo Turkiya bilan munosabatsiz emas. Xuddi ichkadan urushib qolsa, chuqur biri oq, biri qora bo'lmaydi. Men Amerika va Yevropa ellarininki Turkiyaga bo'lgan siyosatida xato bir siyosat epiroti deb qarayman. Chunki Amerika va Yevropa ellari Xitoy, Rossiya va Turkiyani o'xshash shaklda ojizini siyosat epiroti deb qarayman. Aslida Amerika va Yevropa ellari uchun butun dunyo uchun Xitoy eng chong xatarli dushman deb qarayman. Amerika ve Avrupa ellerimi en aldığında Xitayni bir taraf qilib bo'lgandan keyin yoki ojizlashtirib tashlab bo'lgandan keyin andan keyin boshqa raqib deb qaragan davlatlarga qarata bir siyosat ilpasi bo'ladi deb qarayman. Ammo hozir qaragan bo'lsa Rossiya, Xitoy va Turkiyaga qarata o'xshash bir siyosatni o'xshash yo'q. Men unda o'ylamayman, ham unda kuzatishimda unda emas. Bu Türkiye'de Amerika, Avrupaga nisbatan bo'lgan dushmanlik kayfiyati suiqasd natijalari pek ig'irchu. Hem saylanmanın ihtiyacı için mi partiyalar buni alayda ko'p turdi. Bu meseleler kesik bunlar uzak ketadi. Asosiy mesele Sharqiy Turkistonning siyosati. Hozir masalan ama yuqoridagi suolninki birinchi qismi ozroq nima qilayotgan edi, ikkinchisiga o'taymiz. Esimda bo'lsa. Esimda bor. Şu Amerika Yevropaninki Türkiye'ye yürütgen siyaseti, Türkiye'ninki Xitoy, Rossiya tarafga qiyishini keltirib chiqadi. O'xshashdan Türkiye'nin Amerika Yevropaga bulup o'tirishga yürütgen siyaseti, yani ularninki Türkiye'den yiroqlashishini, Türkiye bilan qarshilashishini keltirib chiqadi. Bayam siz bir misal verdiniz, F-35 programımızda Türkiye'nin pul to'lab bo'lgan o'zininki nimasini nima qilib bermaydingiz. Chunki Turkiya NATO'ning a'zosi bo'lishib qaymay Rossiyaniki S-400 ni sotib oldi. F-35 ni bermay necha yillar saqlagandan keyin ololmay muomalaga uchun olgan edi. Yo'q. U unday emas. Vatanparvarni sotib berganligi uchun Turkiyaga Amerika ve onu Türkiye'de tutup qo'ymaganligi uchun yani hava müdafaa sistemini. Andikin Amerika'ya qaydab turib, Türkiye yani Rusya'nın S-400'ni sotib oldi. Andikin Amerika bunu qaydab, sen bizning düşmanimizniki nima sotib oldingda, andan F-35'ni to'xtatib qo'ydi. Reis Cumhur Erdoğan'ınki sözüde şu Rusya'nın sotib olgan hava müdafaa sistemini qilgandan Türkiye'deki nurg'un muxolif partiyalar buni qarshi chiqdi. Buni sizlar ishiltanmaysizlar, to'shaolmaysizlar, o't yakishni o'qimaysizlar degandek qilgandan keyin Erdo'g'an chiqib
bu müşlamıştan neçe yıl burun biz pulsunu to'lab qo'ygan F-35 ni bermedi. Biz Türkiye hava müdafaa sistemasiga ehtiyojimiz bor. U yerdan biz bu yerdan biz degan shu so'zlarni qildi. İkinci sualimiz shu vatanparvarni qaytarib ketgandan keyin ehtiyoj qolmadi dedi. Ondan keyin bo'ldi qaqashlashuv. İkinci sualim şudur. Amerika ve Avrupa'nınki Şarkı Türkistan davasına yeterlik yardım berayotganligini tushunamsiz. Ondan keyin avyonda ko'rdingiz Türkiye erkak qirg'inchilik bo'layotganligini birdan kelaydi. O'xshash bir savol aslida. Türkiye Uyg'ur qirg'inchiligiga ilib berayotganligini e'tirof qilish kerak dedingiz. Bu masalan Amerika, Avrupa, Amerikada qonun tasdiqlandi deb yillar burun anladik. Mayt xo'sh bo'ldik, suyundik, balki Xitoyga ziyonliq. Ama tafsilotli jihatda aniq bir ma'lumotga ega bo'lmadik va Uyg'urlar to'liq bir foydalanganligini ko'rmadik. Shu Uyg'ur erkak qirg'inchiligining tasdiqlanishi, boshqa qonun ma'qullash, shu masalalar bizga qanday foyda keldi? Amerika, Avrupa biz uchun nima ishlarni qilmoqda? Aldı bilen Amerika, Avrupa Uyg'urlar uchun mahiyetlik bir ish qilayotgan bo'lsangiz yo'q. Hozir endi o sizning javobingizda hozir Turkiya muqimmatydi, Amerika, Avrupa muqimmatydi. Yani o'xshash. Endi background ikisi o'xshamaydi. Buni o'xshash desak, uvol qilgan bo'lamiz kishilarga. Aslida bizningki hissiy arzuyumuz bo'yicha bo'lganda hem imani, hem insani, hem milliy noktadan chiqqan vaqtda Amerika, Avrupadan azroq bir narsa kutishimiz, Türkiye, O'rta Osiyo va İslamda jiqroq bir narsa kutishimiz kerak. Chunki bu inson tabiatiga uyg'un bir narsa. Masalan, xuddi men qiyinchilik duch kelgan vaqtimda Janubiy Afrikadagi bir negerdan og'rinmaganga o'xshash. Shundaqmi? Nimishqa og'rinmayman? Yordam qilmadi-da. Chunki hech qanday bir bag'is qilmayman uning bilan. Ammo Anvarjondan og'rinmayman. Agar men haqiqiy yordamga muhtoj turib, siz bilalaydigan turib bermasangiz, nimishqa? Siz oldi bilan mening tilimni tushuna oladigan qarindishimsiz. Shundaqmi? Shunga bizning islom dunyosidan, Turkiyadan, O'rta Osiyodan ko'proq bir narsa kutishimiz bu inson tabiati bu. Shuning uchun bularninki Yevropa, Amerikadanmi az qilishi yoki ularchilik tan qilishi bizni yana rozi qilmaydi. Bu nima emas u? Masalan, Amerika bilan Yevropa qilganni Turkiya shu paytda qilsa-mu, yana Turkiyadan og'rinsa haqliq. Sizlarki nima jihatdan haqliq? Hissiy jihatdan haqliq. Ama aqliy jihatdan aytgan chog'da boya men deganga o'xshash, u chog'dan masalaga obyektiv qarashimiz kerak. Endi Yevropa, Amerika yeterli qilayotgan bo'lsangiz, qilmayotdi. Nimishqa deysiz desangiz, zulm to'xtagani yo'q. Irqiy qirg'inchilik davom qilyapti. Xitoy hech qanday siyosatini o'zgartgani yo'q. Biz o'liklar bilan ko'rishamayapmiz. Amerikadagi Uyg'urlarningki nimasi chiqmayapti? İqameti, panalıqı. Yevropada qechib borgan Uyg'urlarga panalık bergan bilan hech bir davlat rasmiy Ukrainadan, Afg'onistondan 10 minglab, 100 minglab Uyg'ur kishilarni uzgandek rasmiy program qilib olib ketgan yo'q. Qechib berib olganlarni hamda amalsiz qaytarmayotdi. Ya'ni demak, bizga alayda bir yordam qilishni planlagan taxamalga oshmasimi? Bir ishkini ochgan Kanada bor hozir. Ya'ni bir irqiy qirg'inchilik bo'ldi dunyoda. 6 yıl oldu. Medyalarga çıktı, haberlerge çıktı. İnsanperverlik noktasından o yerdeki işe aralışamaysa ama chet eldeki bo'lsa-mu mudahale qilib, aralışıp resmi programma turg'izib qabul qilgan yoki qabul qilmoqchi bo'lgan bir Kanada bor. Endi Turkiyaning nurg'un Uyg'urlarni qabul qilgan vatandaşlık bergani rost. Ama Türkiye buni Kanada o'xshash rasmiy qonun ramkasi ichida qilgani yo'q. Perdi keynidan qilyapti. Tamam, bu mu yaxshi? Hem de lekin dedi Avrupa, Amerika haqida. Şunu bu yerda derlik bir iş yok. Xavfsizlik kengashida 5 daimi a'zoninki 3'i demokratik davlat, Amerika, Fransiya, Angliya. Birisi Xitoy, birisi Rossiya. Bu 3'ü birleşip hozirgacha xavfsizlik kengashida bu masalani hal qilish uchun noyati bir qadam bosmadi. Faqat kishilik huquq kengashida bir qancha qatim bu to'g'riliq faoliyatlarni qildi, bir necha qatim kuchdi. Ama Amerika, Avrupa'nınki umuman sani, ovoz sani, Xitoy, Rossiyaninki qo'llovchilarininki soniga yetemedi. Şunu olan bizningki meselemiz
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nınki kişilik hukuk işhanesi dokulat ilan kılgan ve o dokulatda insaniyetki karşı cinayet buluşu mümkün digen buluşu karmay BDT'de resmi bir kıtımı muzakere kılınmadı. Muzakere kılınışı Xitay karıştırdı. Xitay karıştırganlığı için bunu gün tertipki etkilenmedi. Ama öz içinde mahiyetlik çoğun bir işlerini kıldı mı? Umu yok. Cevap yok. Ama Türkiye mi kılmadı, umu kılmadı diye şekilde demez. Siyasi cihetin Türkiye'de neçesi yaxşı kıldı. Siyasi cihetin davatı bana, yani vatandaşlık, iqtisadi yardım etmemesi, siyasi cihetin yaxşı kıldı. Demişki, tuncu bulup Amerika ırkı kırgınçılıkta bir taraf kıldı. Hazırgıca Tayvan'ı, Japonya'nı çıkarmasak, asaslığı kabul kılganın hemmisi Avrupa devletleri, Amerika devletleri. Karşımız bu devletlerde mi hemmisi koşullar kabul kılmadı bu ırkı kırgınçılıkını. Fakat şu yerdeki malum siyasi partiyeler, malum faaliyetçiler meselini güçlük oturuğu çıkargandan keyin başkalar numus kılıp, hicil bulup, tosap bulamayı perdikeyinde amalsız kabul kıldı. Bunun ehmiyeti ne? Bunun ehmiyeti ne desem? Bunun ehmiyeti, siyasi ehmiyeti intayın zor. Qaysi cihetten zor? Siz ırkı kırgınçılıkı uçuravatkan bir millet süpütüden itiraf kılıngan bulursunuz. Yani cinayet bitilgen buldu. Xitay ırkı kırgınçılık kılgıcı bir güç süpütüden kanuni hüccetlerge kirgizildi. Bu medyalarda teşvik kılındı. Hatta bizninki kelgüsü de Xitay'a karşı kurallı hareket kılışımızdan kanuni asası selingan buldu. Hazır bir emeli paydasını körmüzün mü? Kelgüsüdeki işler için bir tayyorluk. Hazır emeli paydası şu, mesela ırkı kırgınçılıkta bir devlet itiraf kılgan bolsa, o devletin bir Uygur Xitay'a kaytırılmaydı. Bu akalli bir iş şundak o. Ben demiş kalmışının katılımda. Kaytırılmaydı çünkü kaytırılsa kanun xilaflık kılgan buldu. Çünkü ırkı kırgınçılıkta itiraf kılsa ve onun için keraklik tedbirlerini almaysa. Aslında xalqaro kanun noktasından aytgan vaqtda ırkı kırgınçılıktan itiraf kılınganlığının özü gayet zor g'alaba biz uchun. Nemişqa desangiz, ırkı kırgınçılıkni tutuş xalqaro jamiyatning o'rtaq vazifasi. Yani Sharq Turkistonda Xitoy ilib berayotgan jinoyat ırkı kırgınçılık deb bekitildi deganning ma'nosi. Endi buni tusash uchun harakat qilish bizning emas. Shuni bekitgan davlatningki qonuniy majburiyati degan gap. Endi hozir buni ado qilyapti degan masala bor. Ado qilyapti degan masalaga kelsak, ado qilmayapti. Yoki yetarli ado qilmayapti. İcra qilmayapti. Ha, masalan, hozir Amerika olsun, Yevropa olsun, Xitoyga qurolliq mudohala qilib, Uyg'urlarni qutqizishga amal yo'q deydi. Bahani ko'rsatdi. Unda bo'lsa, qanday qilsak, iqtisodiy jazolaymiz deydi. Jazola, Amerika jazo oldimi? Jazo oldi. Amerikanınki Sharq Turkistondagi Xitoyningki shirkatlarga, korxonalarga qo'ygan jazosi ko'rinarli unum berib, Xitoyning iqtisodini zo'r darajada chekindirdi rayonga nisbatan. Ammo Yevropa buni qilg'ili unmayapti bir qism davlatlar. Chunki Amerikada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini hukumat e'tirof qildi. Tashqi ishlar ministrligi. Yevropada nurg'un davlatlarda parlament e'tirof qildi. Parlament e'tirof qilganligi bilan hukumat e'tirof qilgandan farqi bor. Parlament e'tirof qilgan bo'lsa, hukumatni zo'rlay olmaydi-da. Shuning bilan Yevropadagi nurg'un shirkatlar yana Xitoy bilan savdo qilyapti. Yevropa hukumati Xitoyga qarshi jazo yurgizishda Amerikadek aktiv bo'lmayapti ham xohlamayapti. Ammo bu shuni tushundirmaydi. Yana irqiy qirg'inchilik e'tirof qilsa-mu foydasi yo'q ekan degan tushundirmaydi. Irqiy qirg'inchilikdan e'tirof qilmagan bo'lsa-edi, biz ularga endi Xitoyni jazola deyilmaydi. E'tirof qilgandan keyin biz deyalaymiz jazolada. Masalan, Turkiya hukumatining Uyg'urlarga nisbatan bir qancha jihatdan qonuniy salohiyat bermasligidagi bir masala qanday muomala qilsam o'zimning ixtiyori deyish uchun. Masalan, Uyg'urlarga hozirgacha musofirlik salohiyati bermadi Turkiya. Biz xuddi vatandan viza olib, normal kelgan odamdek muomala ko'ryapmiz. Iqomat olib, uni qilib, buni qilib. Agar biz rasmiy zulmdan qochgan, irqiy qirg'inchilikdan qochgan va shu tufayli Turkiya qabul qilgan kishilar sifatida qabul qilingan bo'lsak-ku, bizning hozirgi haq huquqimiz texmi cho'ng bo'ladi. Ammo Turkiya bizga ko'chmanlik salohiyati bergani yo'q. Ko'chmanlik salohiyati bo'lmaganligi uchun sizning davolanish, o'qish, nurg'un masalalarimiz
Hükümetinin insafıga bağlı. Halısı biridir, halımısı vermeydi. Ondan keyin Türkiye irqiy qirg'inchilikni itiraf qilmadi. Hatta parlamentda kun tartibga ilishni xohlamadı. Çünkü bunu itiraf qilgandan keyin buning majburiyati bor. Bu majburiyatni ado qilishni xohlamaydi. Itiraf qilish kun tartibiga akilishning o bedeli var. Xitoy bunga norozilik bildirdi, qarshilik qildi. Ama onu qilib bo'lgandan keyin bu yana buning majburiyati bor. Bu majburiyatni ustiga ilishni xohlamayotdi AK Partiya hukumati. Hozirgi Turkiyadagi pul pahalılık, mal bahasının ösüp ketişi, nurgun xalqniki bunun narazı oluşu, bu nayeti çoğun bir təsir hükümetten beş yakır turbadı da. Abiyam dep ettiğim muhim bir meseleni. Bu nayeti biz tor yüzde sosyal şu medyalarda Uygurlarınki bir türkümleri AK Parti yani Türkiye hükümetini Uygurlara yardım vermedi de bir kısımları az bir kısım kişiler hededen ziyade hakaretler kılsımı bazı köpünç karındaşlar özü yaxşı kökenlik üçün dindeşim, milletdeşim, karındeşim de durup şu yardım vermedi. Yani abiyam dediniz, benim bir kıyınçlığım olsa yatlardan ağırmayma, karındeşim de ağırını bekrak diye okşaş. Karındeşimiz bu elbette benim şahsi nurgulluğun ağırınışırım var. Nurgulluğun memnun Türkiye topraklarda yaşap durup nurgun dertler geldi beşimga, nurgulluğun kıyınçlıklar, sınaklar, haksızlıklar uçurdum. Benim nurgulluğun şikayetlerim var. Lekin Türkiye hükümetini düşman da qaramayım. Yaxşı kökenligim üçün şikayetim var. Bu xil şekilde biz aydınlaştırıp alsak, yani tor yüzdeki Türkiye'nin bilen izdavatkan, AK Parti'nin bilen izdavatkan kırındaşlarımız yıkın kökenlik üçün ağırlıvatıdı o degenine bir kalımızı ötkülü alsak, tordaki talaşlatış, uruşçu derler, birbirimizin ağırlaşlar yukarı getiş mümkün. Doğru, menimce asaslık ağırlığı şu. Türkiye'nin vatanda vakta kim söyleydi? Hazır vatandaki kaysı Uygur söyleydi. Belki söyleyemeydiğandır. Çünkü Türkiye'nin nurgun bayanatlarını Xitay'da şuqatını almadı. Belki işenmeydi o Xitay dedi de. Yine adam yaxşı gördü. Ama Türkiye'ninki biz oylagandek çıkmazlığı, Saudi Arabistan'dan biz oylagandek çıkmazlığı, Taliban'dan biz oylagandek çıkmazlığı Türkçe etkilavakta hayal kırıklığı yaşattı. Yani ümitsizlendirdi. Şundak bu. Ümitsizlengendeki de insan kalkışaydı, ağırnadı. Bu normal bir psikika, normal inkaz kaytırış. Neyse bu yerden Türkiye düşmanlığı da bir nesi yok. Çünkü Uygur'unki Xitay'dan başka düşmanı yok. Hem bulmazlık gerek. Ama Türkiye'ninki iç siyasette taraf tutup malum birini üzüce, unutça emas, üzüce, yakın dost bilip yeni birini düşman bilip bu hatalık da böyleydi. Xudden siz davatkandık bazıları Türkiye AK Parti'ni bazı radikal şekilde temkiler, hakaret kılıp Türkiye'ye düşmanlık tuygu bergen olsa, okşaşlar yeni bazılar Türkiye'de AK Parti'ni ziyade dost, ziyade mehbub, jar kılıp köstüp başka partiye okşaş asas kanun, okşaş parlament, okşaş bayraktın astıda faaliyet kılıdığan, xalqning oldida bisi-bisga hücum qilib, yig'indan tushgan vaqtda birga o'tirib kulishib choy ichadigan odamlarni yana birini düşman. Mesela CHP'ni Komünist Partiya, CHP'ni Xitoy Kompartiyasiga o'xshash darajada ko'rish bu savodsizlik hamda siyosiy jihatdan. Endi deb o'tamiz. Yevropa, Amerika yetarli darajada yordam bermayotdi. Gerçi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan bo'lsin, mamlakatga Uyg'urlarmi, ikomat olamayotgan Uyg'urlar bor. Degandek mush masalalarni deb o'tamiz. Amerika, Yevropa, Türkiye, İslam ellari bu yetarli hech qaysi yordam bermadi deydi. Endi shuna deb o'tamiz, haqiqatan shunday. Bunun sebebi Uyg'urlarning tayyor bo'lmayotganligi yoki Uyg'urlarning yetarli darajada Xitoyga qarshi aktiv bir harakat qilmayotganligi sababidimi? Yoki Amerika, Yevropaning dunyoning Uyg'urlarga yordam bermasligi sababidan Sharqiy Turkiston xalqininki hozirga o'xshash bir xil narkozini qolgandek bir Xitoyga qarshi bir amaliy kurashlarni, bir faoliyat harakatlarni ko'rmayapmiz. Bunun sebebi nima sizlarcha? Endi aslida tarixiy aloqa ko'rishni elib aytgan vaqtda dunyoda hamma millat o'zining davlatini o'zi qurgan. Shunday qol. Turkiya Cumhuriyetini qurish uchun Turkiyaninki qiz o'g'illari, ota-onalari jonni tikib kurash qilgan, jihad qilgan. Çanakkale'de neçe yüz bin adamın ki şehit bo'lganligini bilamiz. Ondan başka Amerika müstakillik uruşida
nurg'ulg'an kishilar hayotini qurbon qilgan. Ya'ni dunyoning hech qanday yerida ba'zi bir davlatlarga endi bu davlat hokimiyat lotereyadan chiqqandek chiqib qolgan bilan va ko'pincha millatlarga bu qon badaliga, kurash badaliga kelgan. Shuning uchun aslida bu Sharq Turkistonninki ozodligimi, mustaqilligimi, hurligimi biz Uyg'urlarninki kurashiga bog'liq. Hem biz bu devletni, bu vatanni Xitoyga tatqizib qo'yganligimizdan iborat bu tarixiy jinoyatimizdan yoki xatoligimizni hech kimga do'nganmaymiz. Chunki xiyonatni ajdodlarimiz xoin demoqchi emasman, ammo xoinlikqa g'alabatdi. Xiyonatni tushundirgili bo'ladi. Mag'lubiyatni tushundirgili bo'ladi. Xatolikni tushundirgili bo'ladi. Ammo oqlig'ili bo'lmaydi. Oqlig'ili bo'lmaydi. Şuna bu Sharq Turkiston'daki davası bizden davayımız. Meyli bu kurallık olsun bizden davayımız. Meyli siyasi olsun bizden davayımız. Meyli kültürel, medeni davalı olsun bizden davayımız. Bunu aldı bilen bizden kılışımız başkalardan yardım ümit kılmay durup kılışımız. Başkalarının ki maktışını kütmey durup kılışımız. Bu bizden akalli burcumuz bu. Hem insani, hem dini, hem milli. Qaysi ideologiyaga ishonsangiz ishoning, qaysiga ishonsangiz ishoning, bu bizninki hech quloqlanmaydigan majburiyatimiz. Shu pozitsiyamizni oldi bilan mushakida to'g'rilashimiz kerak. Bizga bu yo'lda biz haqliq bo'lganligimiz uchun birining yordam berish majburiyati yo'q deb o'ylashimiz kerak. Ama yardım berse hoş buluşumuz gerek. Pozisiya cihetten devam da. Şunda boğandılar biz bu küreşte hasırap kalmayız. Biz bu küreşte yaltayıp kalmayız. Şuna bilen demokratiya şuarını götürüp Amerika yardım kılmasa Amerika'dan kayıp demokratiyanı taşıp etmeyimiz. İslam şuarını götürüp Saudi Arabistan yardım kılmasa andın Taliban yardım kılmasa İslam'ı taşıp etmeyimiz. Türklük şuarını götürüp Türkiye yardım kılmasa Türklükünü taşıp etmeyimiz. Yani bizdenki kimlikimizdeki her kaysı parçaları bizden bir bütünümüz. Onun bazı da ma'lum kısmı kötürülüşü mümkün, bazı da ma'lum kısmı düşürülüşü mümkün. Ama bu biz. Ahırki hesapta paravuz biz. Ahırki hesapta hareketlendirgüçü güç biz. Yardım kıldık Allah olsa bizge sırttan yardım kıldık Allah, medet verdik Allah. Bizden davayımız haklık boğallık için başkalarınki yardım bir şey ahlaki mecburiyeti var. Biz Müslüman boğalıqımız için İslam dünyasının bizge yardım bir işten ibaret dini ve ahlaki mecburiyeti var. Şundak o. Bunu biz emez Kur'an-ı Kerim ve hadis ulağı bekitken. Hem de biz zulümgü uçturgucu boğalıqımız için insan boğalıqımız için Amerika ve Avrupa'nın bize yardım bir iş mecburiyeti var. Bunu biz bekitmedik. Ulağının üstündeki kişilik hukuk hitapnameleri, insan hakları kanunları, yüzünün taşqi siyasetteki sözlemleri ulağı bekitken. Yani biz Türk boğalıqımız için, kandaş boğalıqımız için Türkiye'ninki o Turasya devletlerine yardım bir mecburiyeti var. Onu biz bekitmedik. Özde bekitti çünkü özde Türk deydi o. Ve Türkiye devletlerinin terakkiyatını ilgili sürüş, Türkiye milletlerine yardım bir işini özden taşqi siyasetinki nişanı kılgan. Şuna bu ulanın mecburiyeti. Ama ular bunu yeterli cari kıldırıatan da dese, bizninki hazırki kelgen noktamızda yeterli cari kıldırmayıvatdı. Hem de bunundan kelip çıkan ümitsizlik yoki bunundan kelip çıkan çaresizlik tüpeyilden bizning hareketlerimizde belirli derecede pasiyiş yoki sustushish ko'rilyapti desek ko'rilyapti. Chunki inson bo'lganligimiz uchun psixik jihatdan ne kadar ruhluq bo'lsak, ustun bo'lsak, shuncha ko'p ish qila olamiz. Qanchalik umid ko'rsak, qanchalik qo'llash ko'rsak, shuncha ruhluq bo'la olamiz. Navoda qo'llashdan ayrilsak, o çağda ruhsuzlaşıp kalırız, ruhtan ayrılsakça hareketsizleşip kalırız. Şuna bu neslen birbiri bilen ontanası neslendi. Birini kollap, birini kollap işte mağlık hangi. Şu bizden davayımızdaki belgelik derecede toxtab qilish, ilgirlemeslik, bunun taşqi muhit bilan bo'lgan munosabati bor, yuqorida deb o'tgandek. Ama yenilan bu yerda İçki amel mühim deb o'ylayman, çünkü bu dava bizninki, bu kurash bizninki. Eğer bunu biz qilmasak,
başkalar kınmaydı. Meyli Türkiye olsun, meyli Saudi Arabistan olsun, meyli Amerika olsun, Avrupa olsun. Biz ular özlüküden kısa tehi yaxşı. Şundak o. Amerika demokratiyani ilgili sürmeymen, kişilik hukukunu kollayman. Uygurlar demokratiyaga muhtaç iken, kişilik hukuku dep sende kılınıptı. Ben kollay dese, aferin. Türkiye kollayman dese, aferin. Şundak mı? Uygurlar Türkken, Uygurlar Türklerinki en medeniyetlik iken, Kutadığı birlikte Türk Tıllar Divanı'nda muşla yazıp diken, Uygur'dan ayrılıp kalsak Türkiye'nin tarihini yukap gitti diken, şunu biz milletini taşlı etmeyi dediyse, aferin, aklını işletken buludu. İslam dünyası mı şu? Uygurlar Müslümanken, Peygamberimiz Müslümanın karındışı deptiken, Müslümanın ki hürmeti kani Kabe'den oluğu deptiken, şunu bu Müslümanlar desende kılınıp gitipti. İslam yukulu ötüpti. Şunu ben dünyanın arkası caylarında her yılda kişilerini Müslüman kılımında milyonlar pul harcaydıken ben, halbuki min yıldan bu yan Müslüman olan kişilerini saklap kalış için bunun tıkımı köp harcaydıysa aferin. Özünün dinini, dünyasını, ahiretini kutkuzgan buludu. Ama kımmız çok. Kımmısa hiçbirine kalkışaş, hiçbirine kaydaş bizninki talışımız yok. Çünkü türmelerde yetivatkanı bizden dadımız. Lagerlarda kıynalıvatkanı bizden adımız. Dersende kılınavatkanı bizden sınırlarımız. Horlunavatkanı, öldürüvatkını bizden ufkularımız, akıllarımız. Şu bu güreşte biz kılışımız gerek. Hem de bizninki bu herkesizlikimiz tüpeyilden, ya ki bizninki yeterli karşılık göstermeyenlikimiz tüpeyilden, dünya bizni yeterli kolunmayı vatandı o desiniz, doğru. Elbette bu yerden çokum biz yaxşı kılsak kollaydı diyen bir kapalet yok. Yukarıda ben de ötkendi. Şunu pozisiye cihetten biz yukarıda gidelim. Bu iş benim işim. Her kollusu yaxşı, kollumuz çok. Ben özüm kılıyorum deydiğim pozisyonu da buluşumuz gerek. Ama başkalarının kolluçunu kolga keltiriş için ben nimelerni hata kıldım degan noktaga kelgan vaqtimizda bu texnik mesele. O çağda biz oylashimiz kerak ki, to'g'ri, bizden bir natija kurashni o'ylamasa bizga mablag' sanmaydi. Shunday qo'y. Bizni bir yulab qo'ysak, qo'pib ketishimizga ishonmasa, bizda yulab ketmaydi. Odatda insonlarning psixikasini olib bilsak, albatta davlatlar bunday bo'lmaydi, lekin ma'lum darajada ta'sir ko'rsatib o'ylayman. Mesela biz pek bichora, pek namrat yoki o'zini tashlayotgan bir insonga yo'g'ini qilsak, biroq tamoq qilib beramiz yoki 5-10 lira yordam qilamiz. Yo'llarda ko'rgan vaqtimiz uchun. Hergiz bunday insonlarga mablag' selib, shundaqmi? Bularni bir do'konlik qilib qo'ymaymiz yoki bir mashinlik qilib qo'ymaymiz. Chunki uning turqidan biz unday bir narsani ko'rolmaymiz. Ama aşı o'xshash inson, pulusi yo'q inson, agar bir ideya bilan, shundaqmi, usti bashi joyida chiroyli kiyingan, ruhli holatda, bir qo'lida bir tal somka, ichida bir muncha chertyoz, loyiha bilan bizimizning oldiga kelsa, men moda ish qilmoqchidim, ya menga mablag' solin yoki shirik qilayli desa, o'yinlamdiq, o'yinimiz. Agar biz qilolmasakchi, boshqa tunishtiramiz. Demak, bir insonga nuqul ish chaqirtib, boshqalar yordam qilib, uni yuylab bilolmaydi. İnson qancha o'zini yuysa, undan keyin boshqalarmi uni shuncha yuylaydi. Shunga bizningki nurg'un masalalarda yaxshi usul berolmaganligimiz, yaxshi taraflarni tanlay olmaganligimiz qatorliqlar bu yordamlarninki kelmasliginiki sabablardan biri deyishga bo'ladi. Hamda buni yaxshilasak yordam kelishi mumkin, kelmasligi mumkin. Ama yaxshi ishimiz kerak. Ama kendimiz çok yine davamlaştırıyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fakat mendil ümit kitona, menden başka ümit kitmana diyen ayetiga o'xshash. Bizimki Xitoyning qarshisi turishdan boshqa hech qanday qilishimiz yo'q. Mayli biz siz pek yaxshi tushundiringiz. Bizni mayli boshqa yordam bersin, biz yana davomli vatanni mustaqil qilishni harakat qilishimiz kerak. Buningki oxiridagi savolim programma uzrak etdi. Yoshlarimiz uchun qanday bir xizmat sharoitlari bor? Mavjud tashkilotlar qanday bir sharoitlarni yaratib berish kerak yoki sharoitlarni yaratib beryaptimi? Bu vaqt qanday qaraysiz? Qisqacha so'zlab berasiz. Yoshlar har qachon har jamiyatning umidi. Cho'nglar har qachon yoshlardan umid kutadi. Yoshlar cho'ngib qiriydi. Yeni yaşlanmaya devam ediyor. Bu bir devriydik, aylındı.
Növətdə bizning yaşımızdakilar, bizning tanışlarımız Uyg'urlarning yoshları. Tarix tarafından shunday ağır bir mecburiyet, yüklengen bir davrga duch kelgan insonlar. Endi biz başka milletlerning yoshlariga o'xshash o'ynayamaymiz, kulanmaymiz. Başkalarga o'xshash milletimizningki, jamiyatimizningki naslarini tashlab qo'yib, o'zimizningki shaxsiy g'oyalar uchun bir kishilik hayotni yashab ketemaymiz. Demişqa, çünkü bizden onda tanlışımız yok. Yukarıda siz de ötkendek. Çünkü bizdeki milletimiz umumyüzlük bir ırkıy kırgınçılıkka duch kelyapti. Bunun aldını eliş için, bununla karşı duruş için biz hareket kılmasak, en az bo'lganda sözlemesek, yazmasak, biz kim ballarımızga bunu düşündüremeyimiz. Tarixqa bunu yazamaymiz. Yani mağrurluk bilen yazamaymiz. Xorluk bilen yazımız. Mesela ben en köp oylaydigan ve xejil olgan bir iş var. Nozugumninki Qashqardan bir necha qizlar bilan tutqun qilinib, G'o'ljiga bog'icha shuncha uzun yo'lda bir Uyg'ur erkaklarninki qutqizib qalammaganligi. Bizga qoldirgan intayin ochiq bir haqiqatan yuragimizni ezadigan bir qo'shiqi bor. Nozuk boshiga kun tushdi, elib qochar erbami. Bu her bir Uyg'urninki bu yerdan paradoks bir şekilde hazır bizdeki kızlarımız, ayollarımız bizden kahraman, bizden batırlık gösteriyordu. Meyli vatanda olsun, chet elda olsun. Bu yerda men ularni herkes nima qilma, erlerden dava sepede tüvendemek emas. Ama biz erlerdinki bu kurash sepedeki mecburiyetimizden ağırlıkını esletmek çıkarız. Çünkü siz mu erkek men mu erboğalıkım için. Bu nuzugumdaki bu koşakları bizge çoğunkur bir ibret, çoğunkur bir numus bir hesapta. Ben şunu oylayman, demiş ki şu çağlarda şu tuzudaki adam yok mu oydu. Belki katı kırılıp ketken bu başka onçilik yürek yok. Belki erlerden hem tutkun kılınıp ketken bu başka onçilik kişi yoktu da doğru düşünüş ki tirişime yok. Ama yeni kalanını ötmeydiğim bir nesler var. Hem de növette, tamam, o tarih, 300 yıl burun bu tarih. Növvetteki Uygurların ahvalı onun neticesi eğer. Tarih bizge müştak bir mecburiyetini yükledi. Allah bizge müştak bir hizmet kılış pürüstü verdi. Elbette müştak pürüset bulmasa, biz başka şekillerde mi bu hayatını serip kılgan bulattık. Hayat her şekilde tükeydi. Her birimizden 24 saat vakti var. Şundak koy, bir günün içinde. Onu her şekilde tüküterleyimiz. Oynasak mı tüküterleyimiz, uxlasak mı tüküterleyimiz, okusak mı tüküterleyimiz. Her şekilde tükütümüz. Bu canlı mı şundak, bu canlı mı bir şekilde haclep tükütümüz. Şuna bunu emdi biz növette bu küreşki serip kılmaktan başka talışımız yok. Ama bu talışımız yokluğundan, amansızlıktan kıldığan iş emez. Suyunup durup, ruhlanıp durup, mağrurlanıp durup kıldığan iş. Çünkü bu biz için fırsat. Bunda fırsat her kimin kili vermeydi. Şuna biz yaşlar bu küreşte avantgard rol oynayışımız gerek de oylayman. Ama növbetteki teşkilatlarınki yoki mevcut kurulmalarınki yaşlarınki terakki kılışıga qanchalik töhfə qo'shayotganligi ve yaşlar qanchalik imkoniyat yaratib berayotganligi kelsak, elbette belgilik derecede hizmetler işlenyapti. Yaşlarni tarbiyaleydigan programmalarni ulug'lashtiryapti bizning Uyg'ur teşkilatları. Ondan başka yaşlarni teşkillab davoning ichiga kirish uchun mayli Çakırustan teşkilatlar cemiyeti olsun, Uruk'ta olsun, başka teşkilatlar belgeli hizmetlerini kılıvatı. Bunu muayyenleştirmemiz gerek, görüşümüz gerek. Ama yeterlik modası yeterlik emez. Bütün günlük hizmet kıldığın yaşlarının sahne yenilen intayin az. Biz növbetteki halkara cemiyetinin yüzlün işide yukarı seviyelik ihtisası giderge muhtaç. Yukarı seviyelik yaşlığa muhtaç. Hem de bu yaşlılarınki teşkilatlarda yoki faaliyetlerde rol elişi, aktif rol elişi bu bizden davayımızdan süpetini götürdü. Süpetlik boğan bir saatlik faaliyet, süpetsiz boğan bir yıllık hareket. Ne besik düşürdü? Şundak koy. Küravatımız hazır biz. Bazı bir kişi bir ideyle oturup çıkıdı, 2-3 günde yoki 2-3 yılda neçe yüz yıllık şirketlerini yatkızıp oturdu.
kishilarni yotqizib o'tadi masalanchu. Shunga bu intayin muhim. Ammo navbatdagi tashkilotlarda bu yoshlarni jalb qilish jihatda, ularga iqtisodiy jihatdan yordam bo'lish jihatdan masalalar saqlanib Belki iqtisodiy masala asosli masala bo'lishi mumkin. Chunki nurg'un tashkilotlarimizniki yetarli moliya kirim manbasi yo'q. Mavjud tashkilotlardan kelib chiqqan umidsizlik tufaylidan deb o'ylayman. Uyg'ur xalqimi yetarli tashkilotlarni qo'llamayotdi. Masalan biz Yahudiy tashkilotlarininki a'zolarininki tashkilotlarga bedel puli to'lab iyanı qildiganliklarini, shu orqali yurishdiganligini bilamiz. Tibetlarning tashkilotlarininki shunday shaklda yurishdiganligini bilamiz. Ammo Uyg'urlar ichidan mayli Turkiyadagi siyosiy partiyalarning parlamentda bir millet meclisi bo'lmagan siyosiy partiyalarning hammasidagidek 200 ga yaqin partiya bor ekan. O'zining a'zolarining pul orqali bedel pul bilan yurishdi. Butun shu yezdi bozorlar, hatto saylov xarajatlarimi shu. İşxana ijaralaridan saylov xarajati, tashviqot xizmatlarini shu partiyaning a'zolari to'laydi. Men aqlim hayron qoldim. O'zining davlati bor tayyor. Zulm yo'q, ishg'oliyat yo'q, hech nima yo'q. O'zining pulini chiqarib, vaqtini chiqarib, necha faoliyatlarga qatnashsa, ishlab charchab kelib, uxlab qolib tursin, mana. Yig'in zalida uxlaydi ekan, konferans salonida uxlaydi ekan. To'g'ri. Ammo bizningki tashkilotlarimiz mablag' to'plashda bu jihatdan mablag' to'plashda qiynaladi. Endi buningdagi sabablar jiqqa men chetga chiqqandan keyin his qildim. Uyg'ur xalqi tashkilotlarga, rahbarlariga mablag' bermam desa, bir ekan. Ishonganligi bir ekan. Ish qilaydi deb qaraganlarga bir ekan. Oshkor bermasa maxfiy bir ekan. Ham beribdi, bermaydigan bo'libdi. Nurg'unlar uchun. Chunki Oturasiyalarda mablag' yig'ib, u mablag'ni joyida ishlatilmay bo'lgan vayronchiliklarni hammamiz bilib ketdik hozir. Undan boshqa mayli siyosiy sohada bo'lsin, mayli jihodiy sohalarda bo'lsin, Uyg'urlarning umidi yetarli oqlanmadi. Umid yerda qo'yildi. Shuning uchun kishilar ishonmas bo'ldi, bilmas bo'lib qoldi. Bu tufaylidan o'zimizningki xalqidan o'zimizdan kelgan mablag' yetarli bo'lmag'achqa tashkilotlarning ko'pinchisi hozir sirtdan projekt elish orqali mablag' qilib shu shaklda ish qilishni elib beryapti. Ammo xalq projektga pul bergandan keyin uning nishoni shu xalqningki bekitgani bo'yicha mangadigan gapkan. Unda bo'lgandan keyin ba'zida At Aylıxonga, Yo'lsarxonga biz Sharqiy Turkistonning davosini qilamiz. Uyg'urlarning mustaqilligi deymiz. Ammo xalqninki ba'zisiniki demokratiyani ilgari surgisi bor. Ba'zisiniki bolaning Qur'on savodidan chiqargisi bor. Ya'ni pulni berguchi qaysi xil maqsadni amalga oshirgisi bo'lsa, pul berilguchiga shuni talab qildigan gap. Bu pul bilan masalan Qur'on kursi ochsa yoki bu pul bilan kishilik huquq da'vosi qilsa yoki demokratiyani ilgari sursa. Şunu bilen uçlarına hiçbir hata emas. Ben demek yok onu. Ama biz planlaguchi bulanmaymiz da. Planını biz sokkuchi, nişanını biz bekitkuchi bulamaymiz. Çünkü iqtisodiy mustaqillik yok. Muşu taraflardan bo'z kerak deb o'ylayman. Ish qilib bizning tashkilotlarimizda yoshlarningki soni oz bo'lyotdi. Yoshlarning tashkilotlarga bo'lgan ishonchi tuvan bo'lyotdi. Tashkilotlar bo'libmi tashkilotlar deganimizdan hamda çoğlar değil. Çoğlarınki yaşlarını jalb qilish iqtidori ojiz bo'lyotdi. Yoshlarga o'rnini o'tinib berish, yoshlarni taqimoy vazifalarga qo'yish jihatda aktiv bo'lmayotdi. Shuning bilan yoshlarninki davo sepidagi sonida bir burilish bo'lmadi. Aslida 2017dan keyingi vaziyatda bizningki tashkilotlarimizningki saflarida yoshlarning soni hasilab eshishi, yoshlarning faoliyatga bo'lgan qizg'inligi taqimi kuchayishi kerak. Albatta kuchaymaydi emas. Belgilik tashkilotlar qurildi, belgilik gavdalar borliqqa keldi. Ammo ko'lam hosil qilish jihatda, unum hosil qilish jihatda yaxshi natija qo'lga kelmadi. Ba'zi ideologiyalik to'qnashuvlar, ba'zi fikr ixtiloflari qiziq bozorga aylanib, yana to'xtab, ishlar o'ylagandek natija ko'rilmadi oxirgi hisobdan. Bayam siz o'tgandek, siz degandek yoshlarninki biroz so'g'ib qilishi, umidsizlanishi, hatto yiroq turishi
bu xil ham şekilleniş o'rtaga chiqdi. Şuna bu yerda ben yoshlarniki davadagi kurashdagi roliga intayin yuqori baho beraman. Hem yoshlarning bunun mecbur deb qarayman. Agar tashkilotlarda xizmat qilishni xohlasa tashkilotlarda qilish kerak, xohlamasa o'z oldiga tashkilotlarni qurish kerak, agar yana xohlamasa o'z oldiga qilish kerak. Lekin bu tarixiy majburiyatdan qochmaslik kerak. Mayli buni diniy majburiyat deb bilsin, mayli milliy majburiyat deb bilsin, mayli insoniy majburiyat deb bilsin. Bundan qochmaslik kerak. Chunki sen biz qochsak buni hech kim qilmaydi. Sen biz kaçıp Amerika'dan kütken bika, sen biz kaçıp Türkiye'den kütken bika, sen biz kaçıp Taliban'dan kütken bika. Bu sen ve bizden görüşümüz. Eğer fikrimiz okşamasa uğraşsak buludu, fikrimiz okşamasa tırlaşsak buludu, cidelleşsek buludu. Ama bu kurashni qilishimiz kerak. Qanday qilsak qilib qilishimiz kerak. Buni qilishimiz kerak. Qaydashqa, qechishqa bahonamiz yo'q. Ahırda bizimki programlarda bundan ekrana çıkan her bir memnunumuz için bir özü chet el hayatida bir ta'sirlangan ma'lum bir kishininki mayli siyosiy faoliyati bo'lsin yoki ma'lum bir insonni tuyg'usini harakatga keltirgan ko'zini yashab qo'ygan darajadagi bir hikoya so'zlab berishda qilindi. Chunki tor dunyosida bo'lsin, yig'ilishlarda bo'lsin, davomli şekilde insonni ranjitadigan, ko'nglini bearam qiladigan, aktiv idrga berilgan so'zlar ozlab ketdi. Hemimizde bir yaman ta'sir veren sözlercek, ayıplaydigan işlercek. Şunlaşka insan ta'sirlendirdiğin bir gaplar bolsa da ahirlik sözünüzde şu özünüz bir ta'sirlendirgen bir akilerimizden bulandı, açlarımızdan bulandı bir hikayesini söyleyebilirsiniz. Ben chet elga chiqqandan keyin haqiqatan ta'sirlangandak nurg'un ishlarni boshdan kechirdik. Biz haqiqatan bedel to'ladik, bedel to'layapmiz. Biz shuning uchun mustaqillikqa, ozodlikqa, erkinlikka loyiq bir millat. Chunki biz bayam deb o'tganimdek lotereyadan chiqib qolgan davlatlarga ega bo'lgan millatlardek ular ta'laylik emas. Biz ta'laysiz bo'lishimizga qaramay, jug'rafiylik ta'laysizlik, siyosiy ta'laysizlik, nurg'un ta'laysizliklarga qaramay biz asrlar buyon kurash qilib keldik. Bu jarayonda nurg'un bedellarni to'ladik. Şu an bu bedellerninki to'xtab qolmasligi uchun biz oxirigacha to'lashimiz kerak deb o'ylayman. Endi konkret qilib menimki hozir kallamga hikoyasini so'zligidek palani deb turib so'zligidek biri kelmadi. Balkim jih bo'g'achqa, balki men birining ismini elish xolamasligim mumkin. Ama ben bayan bu yerda bir nuqtani bekerek ta'kidladim. Yoshlarning bedakorlik ko'rsatishi, yoshlarning ishlashi haqida so'zladim. Ben shu to'g'risida mushundan chiqib turib men bir misol beray. Albatta kishining ismini bilmayman, ammo qilayotgan ishini bilsam bo'ldi. Turkiyada Türk jamoatchiligiga Sharq Turkiston vaziyatini, Sharq Turkistonda bo'layotgan ishlarni eng to'g'ri va eng tiz anlatıvatkan bir torbet ve ictimai taratqı sahipsi var. Uygur Haber'de. Belki siz onu bilirsiniz. Uygur Haber'de. Bunun torbeti var, bunun Twitter sahipsi var, bununki Facebook sahibileri var, Instagram sahibileri var. Bu sahibide az degende günlük bir iki haber çıkıyor. Uygurlar hakkındaki haberler asasen bu sahibeden çıkıyor. Başka hatta teşkilatlar, ben bu teşkilat işlevatım. Teşkilatlar cenimizde şununki haberini özümüzden sahiplerden birimiz bazı vakitlarda çok. Türkiye'ninki medyaları şunundan nakil edip biridir. Şunundan nakil edip biridir. Hem de bunu sırttan karagan bir adam bir grup kişiler kılıvatkan buluş mümkün de böyleydi de. Ama ben bilmem onu bir bala kılıvatıdı. Okugaç, işligeç, yani şu işini kılıvatıdı. Ama üzerindeki isminin ortaya çıkarılışını halap ketmeydi. Çünkü ben onunki ismini beğenmey, ama şu işini yalnız kılıvatıdı. Nurg'un kişiler projekt edip durup kılıvatkan işini o yalnız kılıvatıdı. Vatan üçün de kılıvatıdı, millet üçün de kılıvatıdı. Yani fidakarlıkның örneği. Mesela biz oturup çıkıp kıldık, oturup çıkıp kılış ayıp emez.
Ama perde keyinde kılıvatkan şunda qarindoshlarimiz var. Bu fazilat. Aşkarı kılgan işte izchil qilish biraz asan. Demişka alqış kep tuğandikin, belgilik menfaatlar kep tuğandikin hem sana besim buludu. Ama mahbi kılıvatkan işte izchil qilish des. Demişka çünkü içinden bir enerjiye buluş gerek. Ya o enerjiye dini buluş gerek. Allah bana cennette bunun savabını biridu deydigan. Ya ki bu enerjiye bir milli buluş gerek. Ben milletimdeki üstün buluşunu, aziz buluşunu halayman. Şundak koy. Ben bunun için bedel tutuşum gerek deydigan. İç-içiden bir enerjiye buluş gerek. Ya ki benimki o yerdeki zulüm tatlıklı qerindişim, açam, hadem deydigan bir ruh ve onundan yüklengen bir ahlaki mecburiyet buluş gerek. Belki her iş kilisi buluş gerek. Çünkü millilik bilen dinle karşı karşıya emas. İş qilib içinden çıkıp turadigan bir energiya yok insan bunu yıllarca kılanmaydı. Şu an ben tesirlendirgen kişilerden biri şu. Programımız müşahede ahirleşdi. Barlık qarindoshlarimiz ko'ngilga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'lmaysizlar. Allohga emanet.